Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatda xonadonimizga kelib verandalarni o'rnatib berganmiz. Verandamiz G306 mokra asfalt rangda bo'lgan, oynalari oq, 2 qavatdan bo'lgan. Verandamiz eshiklari qalin balkon profilida yasalgan. Ochilib yopilishlar juda zo'r chiqdi. Eshik romlarimizga premium klass zamorishkalarni o'rnatib berganmiz. 5 yilgacha kafolati mavjud. Qo'shimcha bitta rom, bitta eshik o'rnatib berganmiz. Bu eshigimiz ham balkon qalin profilda yasalgan. Balkon profili eshiklarning ustunlik tomoni uzoq muddat osilmasdan xizmat qilib beradi. Ochilib yopishlar juda zo'r chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bu xonadonimizga qo'yilgan barcha eshik rom verandalarning narxlari 12.800.000 so'mga bitgan. Ishimiz chiroyli chiqdi. Xizmatlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar.